sallallohu alayhi vasallam Jabroil ular buni bilmasdan qilyapti-ki, men buni tushunganim yo'q-ku deydi. Shunday duoni qiladiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozir Toifning olimlari eslar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir duo qilgan ekan. Ey Allohim, Toifdan shunday bir olimlarni chiqarginki, yer yuziga islomni yoysin deb duo qilgan ekan. Ana shuni eslaydi ekan bizning bobolarimiz Rasulullohga ozor bergan, lekin Rasululloh bizga duoyi xayr qilgan deb duo. O'sha duoning barakatidan olimlar, ulamolar, Dorul Fununlar, katta bir oliy dargohlar bu yerda qurilgan ekan. Juda olimlar ko'p chiqqan ekan. Juda ham olimlar ko'p chiqqan ekan. Qarang, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam uch kun duo qilgan. Ey Allohim, birorta payg'ambar uni so'ramagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'ragan. Allohim qiyomatda ummatni menga bergin deb duo qilgan. 3-kuni Alloh taolo ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizning duongiz qabul qilindi. Sizning hamma ummatingiz qiyomatda sizga, ya'ni sizlarga Allohim bu bandaning ummati desa ana shu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'ragan. Alloh taolo bandada haq bo'lgan holat oldinmasin. Bo'ldi, hammaga berildi. Qiyomatda ummatdan bo'laylik, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ey Allohim, bu bandang mening ravzamga keldi. Salovatlar aytdi. Bu bandang salovatlar yetkazib turar edi. Meni hurmatimdan kechgina degan ummatlar bo'ldi.